Uyimizni oshxonadan boshlashga qaror qildim. Nimaga? Chunki juda ham go'zal oshxonani ko'rsataman. Bu barcha ayollarimizning orzusi bo'ladi. Buni go'zalligini qarang, mazada. Xo'p, ayollarimiz uchun barcha sharoitlar, qulayliklar yaratilgan oshxonadaman do'stlar. Mana bu gaz plitasi, vutchkasi bor. Oshxona mebellari juda ham ajoyib ko'rinishda mana. Bu yoqda esa uyimizda isitish moslamasi o'rnatilgan do'kontirni kotyol, moykasi, stolishnisalarni qarang, muzlatgichlar. Eng asosiysi mana bunaqa joylardan ham juda ham unumli foydalanilgan mana bu joylar esa ayoqdagilar kafelda. Bugun oshxonalik uyni ko'ramiz do'stlar. Uyimizda mana shu oshxona qismi bo'lyapti. Televizor bor, o'tirib ovqatlanishga sharoitlar qilingan. Hozir birdaniga uyimizda sanuzilini ko'rsatib o'taman. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Hozir ko'rib tekshiramiz buni. Marhamat, suv bor. To'liq kafelda. Endi uyimizda kirish eshigini ko'rsataman. Bitta parizda ikkita xonadon joylashgan, top-toza parizlarimiz, marhamat ko'rishingiz mumkin. Mana bu kirosh qismimiz. 3 xona razdeniy plankovka, bu yog'i oshxona, mehmonxona, ota-onalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasini tomosha qilamiz. Bitta mana shu olinadi, qolgan hamma narsa qoladi uyda. Kirib yashang. Undan tashqari uyimizda alohida mashina qo'yish parkovkasi bor. Mana shu birinchida turgan parkovka mana shu xonadonga tegishli. Parkovka uchun alohida pul so'ralmaydi, bu bonus sifatida beriladi. Buni patologlar mana shunday chiroyli go'zallikka ega ekan. Oyoqdagilari to'liq laminat, issiqlik tizimi do'kontirni kotyol, hamma xonada batareya, radiatorlar qilingan. Bu uyimizda kattalar yotoqxonasi mana bitta almashtirib olsangiz yangi bo'ladi. Mana bu yerda ham deraza bor. Asosiysi hamma xonada deraza bor, bilasiz, eski donlarda hamma xonasida deraza bo'ladi. Chiroyli, juda ham chiroyli. Ta'rifga til ojiz. Idealniy kvartira do'stlar. Xo'p, to'g'rimizda garderob joylashgan. Mana bu tomonda voy, mana bunda ikkita eshik ekan. Polkalar va bu tomonda esa uyimizda beshelkasi. Endi biz mehmonxonaga o'tamiz. Marhamat, mehmonxona juda ham chiroyli. Ikkita kreslo, radiatorlar bor, va bu yerda konditsioner. Xon taxta turibdi. Bu yerga stol qo'ysangiz ham bo'ladi. Televizor tomonimiz juda ham chiroyli, dekorativ, joyi bor, televizor o'rnatib olsak bo'ladi. Mana shu uyimiz sotilyapti. Sartepa hududida joylashgan, Samarqand shahar. Mo'ljal kirbishkanishka yoki 3 bochka bo'ladi. 3-qavat, uyimiz ugloviy joylashgan. 3 xona, ko'rgan narsa hammasi qoladi. Narxi $49 ming so'ralyapti. Naqd pulga sotiladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada hamga rahmat. Like bosishdan chiqmasin.